Mana Quvasoyga chiqib ketish yo'lda olagan mevalarni sotyapman, mana bog'dorchilik. Mevalar arzon ekan. Ko'rsam ham qiziqib qoldi, olaman deyapti mana. Oldim. Neç pul oldingiz do'stlar? 10 ming deylik. Abi. Ha, har xil mevalar bor ekan xolalarda. Mana olishlarni o'zim yeyapman. Bekorga mana 5 mingdan. Quvasoy yo'liga chiqib ketishda mana. Yo'q, rahmat. 5 ming axir 1 kilosi 5 ming. Ketyapmizmi? Ha, oldi yegan. Yaxshi bolalar